Assalomu alaykum. Nima sababdan biz har kuni bizga beriladigan imkoniyatlarni qo'limizdan boy beramiz yoki bu imkoniyatlarni ko'ra olmaymiz? Hech e'tibor berganmisiz? Ba'zi bir turdagi odamlar bor, ular har bitta vaziyatda qaysi ishga qadam qo'ymasin, qaysi joyga bormasin, qaysi odam bilan gaplashmasin, albatta bitta imkoniyatni ko'radi va shu imkoniyatdan foydalanish uchun deyarli hamma narsani qiladi. Shunday odamlar bor. Va ba'zi bir toifadagi odamlar, ko'proq toifadagi odamlar u imkoniyatni ko'rmaydi. Nima sababdan hech o'ylab ko'rganmisiz? Kimdir bir qiyinchilikdan o'ziga katta dars oladi, kimdir bitta qiyinchilikdan faqat depressiyaga kiradi. Bugun sizlar bilan aynan mana shu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bitta narsa yodingizda bo'lsin, miya har doim xavfsizlikni tanlaydi, o'zgarishni emas. Bizning miyamiz har qanday imkoniyatni, bizga beriladigan imkoniyatni risk deb qabul qiladi. Ya'ni bu tavakkalchilik, bu qiyinchilik, bu muammo deb qabul qiladi. Aynan muammo deb qabul qilgani uchun oldinga yurishni istamaydi. Aynan muammo deb qabul qilgani uchun ba'zi bir harakatlarni umuman qilmay qo'ya qoladi. Ba'zi bir joylardan qochadi. Lekin qiziq tomoni borda, har qanday komfort zonadan chiqish, har qanday yangi narsani o'rganish o'sha risk bilan bo'ladi. Shu sababli tanish biz uchun odat bo'lib qolgan, biz o'rganib qolgan hayot tarzini doim tanlaymiz. Mana shu joy ma'qul, mana shu odamlar ma'qul. Agar falon joyga borsam nima bo'ladi? Yo'q. Bu birinchi sababi. Ya'ni nima sababdan biz imkoniyatni ko'rishni xohlamaymiz? Eski tanishlar yangi imkoniyatlardan ko'ra bizga ma'qulroq. Eski qiyin ishimiz yangi, oson ham ko'p daromadli ishdan ko'ra qulayroq. Va aynan mana shu joyda aytib o'tishim kerak, xususiyat loyihasida odam risk qilishga, tavakkal qilishga, oldinga yurishga, qadam qo'yishga va yangi narsani qilishga muhabbatli bo'lib qoladi. Xususiyat loyihasini o'qib bitirganlarda mana shu narsa paydo bo'lib qoladi. Ular yangi narsaga qadam qo'yishga ko'proq qiziqib qolishadi va bunday holatda odamda natija bo'lmasligining iloji yo'q. Natijada imkoniyat bor, lekin ichkarida qarshilik kuchliroq bo'ladi. Biz eski narsani tanlaganimiz uchun imkoniyatlar bor, lekin ichkarida qarshilik kuchli bo'lgani uchun biz oldinga yurmay qo'yaveramiz. Ikkinchi sababi, diqqatimizni noto'g'ri joyga qaratamiz. Biz ko'pincha imkoniyatimizni muammoga qaratamiz, yechimga emas. Biz diqqatimizni qiyinchilikka qaratamiz, uni hal etishga emas. Hatto gapirayotgan gaplarimizda ham assalomu alaykum, yaxshimisiz desa kasal bo'ldim deymiz. Davolanyapman degan odamlar juda ham kam. Kimgadir aloqaga chiqadigan bo'lsa ham, kayfiyati yomon bo'lsa, faqat yomonliklarni gapiriladi. U yomonlik bekorga bo'lmagandir, uni orqasida bir imkoniyati bor, bir darsi bor, qaralmaydi. Ya'ni sabablardan yana bittasi, diqqatimiz noto'g'ri joyga qaraladi, odamni fokusi muammoga qilinadi, imkoniyatga emas. Agar siz imkoniyatni izlash uchun qadam qo'yadigan bo'lsangiz, albatta imkoniyat ko'rasiz. Lekin bu bizga qiziq emas, bizga eski, oldinga aytganimizdek, xavfsiz joyimiz qulayroq. Eski ishimiz qulayroq. Mana shunaqa deyiladi. Men inglizcha gapirib hozir xato qilib qo'yishim mumkin, o'shaning uchun aytmay qo'ya qolaman. Natijada imkoniyat yonimizda bo'lsa-da ham miyamiz uni ko'rmaydi. Chunki bizning miyamiz noto'g'ri tomonga, muammoni ko'rishga, negativni ko'rishga ketib bo'lgan. Insonni o'ziga nisbatan ishonchi past. O'ziga nisbatan ishonchi past deganda Samatsenkani nazarda tutib olmanglar. Yo'q, qilishi mumkin bo'lgan ishini ham qila olmayman deydi.
o'zini ichkarisidagi limitlari o'ta darajada past. Qo'limdan kelmaydi. Ana nolib uradigan bo'lib qoladi odam. Bo'lmaydi-da, o'xshamaydi-da, kelmaydi-da, qilmaydi-da, bormaydi-da. Mana shu holatda bo'lib qolamiz. Mana shu holatda yashaydigan bo'lib qoladi odam. Men qila olmayman, bu men uchun emas degan narsalar bo'ladi. Ko'pincha bu narsa ko'p hollarda yo ota-onalar yo yaqinlar tomonidan odamga joylangan bo'ladi va xususiyat loyihasida aynan mana shu joylangan narsalar topiladi va ularni yechish uchun instrumentlar beriladi. Buni oqibatida, ya'ni insonning o'ziga ishonchi past, ichki limitlari o'ta darajada kam bo'lganidan keyin imkoniyatni ko'rsa ham harakat qilmaydi. Ya'ni nima deydi? Bu meni qo'limdan kelmaydi. Aytiladida, "Hoy, mana buni qilgin, mana buni qil, mana buni qilsang bo'lmaydi." Qilmay qo'yaver, yuraver bo'lmasa. Bitta narsa esinglarda bo'lsin. Hozirgi kunda mutaxassislarga bo'lgan ochlik bizning hududlarimizda, O'zbekistonda shu darajada kuchliki, agar siz bir ishni ustasi bo'ladigan bo'lsangiz, sizni qo'l oyog'ingizni bog'lab olib ketib, xolagan pulingizni berib ishlatishadi. Lekin bizda biror narsani o'rganishdan ko'ra nolishga bo'lgan xohish ko'proq. Va shu holatda davom etamiz. Keragidan ortiqcha o'ylash. Juda ko'p o'ylaymiz, lekin qarorimiz yo'q. Qaror yo'q. Ertalabdan kechgacha o'ylab o'tiraveramiz. Nima bo'ldi ekan, qanaqa bo'ldi ekan, qachon bo'ldi ekan, bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekinchi qadam qo'yish yo'q-da. Ideal vaqt yoki ideal sharoitni kutamiz. Ana unday bo'lsin, bu bunday bo'lsin, paxta gullasin, jiyda gulini to'ksin, kuchugim tug'sin, quyosh chiqsin, yomg'ir payti quyosh chiqsin, qorong'u bo'lgan payti oy chiqsin, oy yonida quyosh chiqsin. Bizga idealniy vaziyat kerak yoki idealniy sharoit kerak. Esingizda bo'lsin, idealniy vaziyat va idealniy sharoit bo'lmaydi. Ana shu sharoitni va ana shu vaqtni o'zingiz tashkil qilasiz. Shu esingizda bo'lsin. Va bu narsani tashkil qilish uchun albatta mehnat va kuch sarflanadi. Natijada imkoniyat vaqt bilan yo'qotiladi. Ya'ni vaqt o'taveradi, sizning imkoniyatingiz yo'qolib boraveradi. Qattiq o'zgarish bo'lsin bunda. Intizom va odat yo'qligi. Imkoniyatni ko'rish emas, faqat ko'rish emasda, undan foydalanish ham muhimda. Lekin bizda harakat yo'q, undan foydalanish imkoni yo'q, uni tizimi yo'q, o'shaning uchun joyimizda qotib qolaveramiz. Xususiyat loyihasida aynan shu narsalar gapirilganki, siz nimaga ilinib turibsiz, undan qanday chiqiladi, chiqqaningizdan keyin qanday qadam qo'yiladi va qadamingizda qanday to'siqlar bo'lishi mumkin, yurg'izish uchun nimalar kerak. Mana shu bo'yicha instrumentlar beriladi. Intizom va odat yo'qligi natijasida imkoniyat bor, fikr darajasida qolib ketaveradi. Ya'ni berilgan imkoniyat, berilgan zo'r sharoitlar bizda faqat fikr darajasida qoladi, xolos. Bo'ldi, undan u yoqqa o'tmaydi. Shu bo'yicha qotib qolaveramiz. Atrof muhitni ta'siri. Biz odamlar nima deydi? Qo'ni-qo'shnilar nima deydi? Mahalla-ko'y nima deydi? Televideniya qayoqqa qarayapti? Mana shu holatda. Mana shu holatda yashaymiz. Agar yonimizdagi odamlar passiv bo'lsa, biz ham passiv bo'lamiz. Ular davay desa, davay bo'lamiz. Bu qo'ylik alomati. Ya'ni talpa qayoqqa ketsa, siz ham o'sha yoqqa ketyapsiz. Vaholanki bunaqa bo'lishimiz kerak emas. Biz o'zimizning mustaqil fikrimiz, mustaqil qarorimiz va qadamimiz bo'lishi shart. Atrof muhitni ta'siri ko'pligidan katta imkoniyatlar oddiydek ko'rinadi. Bittasi bo'lmaydi desa, bo'ldi, qilmay qo'yaverasiz-da. Shu bilan qolib ketaverasiz, shu bilan to'xtab yuraverasiz va mana shu holatda umrimiz o'tib ketadi. Va biz buni sezmaymiz ham. Xulosa, eng muhim gap, muammo imkoniyatni yo'qligida emas. Muammo uni ko'ra oladigan va foydalana oladigan bizni ongimiz, fikrimiz, aqlimiz yo'qligida.
Masala mana shu joyda. Inson nimalarni ko'radi, nimalarni eshitadi, necha foiz narsani ko'radi, necha foiz narsani eshitadi, uni ko'rishi nimaga bog'liq, eshitishi nimaga bog'liq, nimani his qiladi, ta'mmi, bularni hammasi xususiyat loyihasini ikkinchi darsida berilgan. Ikkinchi, uchinchi darslarda berilgan va odam o'zini nima ko'rish, nima eshitishini tushunib olganidan keyinchi biroz boshqacharoq o'zini filtr qilishni boshlaydi. Filtr qilishni boshladimi, u yaxshiroq narsalarga e'tibor berishni boshlaydi. Yaxshiroq narsalarga e'tibor berib, odam ichiga bu narsa kirdimi, xatti-harakatiga ham bu narsa ta'sir qiladi. Lekin biz mana shu narsani qilmaslik uchun tayyormiz. Hattoki mana shu kursda o'qimaslik uchun mana shu yerdan bu yoqqa o'chirib qo'yishingiz ham mumkin, muammo emas. Lekin shunchaki men eslatib o'tyapman. Bu imkoniyat sizda bor, foydalanishingiz mumkin. Xususiyat loyihasi boshlanish sanasini pastda ko'rsatib o'taman. Bizni botimiz orqali o'tishingiz mumkin. Pastda bot silkasi bor, registratsiyadan o'tish, video ko'rinishdagi taqdimot, matn ko'rinishdagi taqdimot bor. Mana bu joyda video ko'rinishdagi taqdimotni ham chiqarib qo'yaman. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Kursda rivojlanishni istaydigan insonlar bilan ko'rishamiz albatta. Assalomu alaykum.